Chempion Farg'onaning Neftchi klubi tayyorgarlik jarayonlarini Turkiyaning Antalya shahrida olib boryapti. Bosh murabbiy Islombek Ismoilov boshchiligidagi mashg'ulotlar jarayoni ikkita xorijiy yig'indan iborat bo'ladi. Dastlabki o'quv mashg'ulot 3-yanvardan 21-yanvargacha, ikkinchi yig'in esa 24-yanvardan 11-fevralga qadar tashkil etiladi. Har ikki yig'in ham Turkiyaning Antalya shahrida o'tkaziladi. Bosh murabbiy Islombek Ismoilov xorij yig'iniga 3 nafar darvozabon, 7 nafar himoyachi, 8 nafar yarim himoyachi va 2 nafar hujumchi bilan yetib bordi. Shuningdek, legioner futbolchilar Boyan Tsiger, Yovan Jokic, Vladimir Yovovich, Zoran Marushich, Jurani Ferreira va Silvanus Nemeli 7-yanvar kuni yig'inga qo'shiladi. Neftchining 2 nafar futbolchisi Asilbek Jumay va Rustambek Famin ayni paytda O'zbekiston U23 terma jamoasi bilan Birlashgan Arab Amirliklarida o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazmoqda. Ularni yanvar oyida Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogi uchrashuvlari kutib turgani bois mazkur musobaqa yakunlangandan so'ng jamoa safiga qo'shilishi rejalashtirilgan. Farg'onaliklar tayyorgarlik jarayonida Yevropaning bir qator kuchli jamoalariga qarshi nazorat uchrashuvlarida maydonga tushadi. Unga ko'ra, Neftchi ilk nazorat uchrashuvini 12-yanvar kuni Ozarbayjonning amaldagi chempioni Qorabog' klubiga qarshi o'tkazadi. Mazkur yig'in jarayonida futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilash, taktik va texnik tayyorgarlikni oshirish, shuningdek yangi mavsum oldidan jamoaviy o'yinni shakllantirishga alohida e'tibor qaratiladi.